Okay, now I think it starts working. Endi ekranimni share qilib ko'raman. Just a second. All right. Ekranimdan ko'rinayotgan bo'lishi kerak. Endi videoni share qilib ko'raman. Okay. Endi videom ko'ringan bo'lishi kerak. All right. Yaxshi, zo'r. Xo'p, demak hammaga assalomu alaykum. Keyingi video darsimizga xush kelibsizlar. Bugun demak o'tgan safargi video darslarimda o'sha akademik 21 IELTS akademik 21dan birinchi va ikkinchi testda passage one ishlab ko'rgandim. Endi bugun 3-testga o'tamiz, xudo xolisa. Birinchi, ikkinchi testlarda 3-chi, ikkinchi paragraflar o'sha testlarni ham ishlaganman. Ularni ham YouTube sahifamga sekansiya qo'yib boraman. Bugun esa demak Cambridge 21 3-chi testda birinchi passageni ko'rib chiqar ekanmiz sizlar bilan. Qanday qilib ishlash? Demak bizda yana o'sha note completion bilan true false kelgan bor ekan. Ularda yana bu safar ham 13 topishga harakat qilib ko'ramiz sizlar bilan. Okay? All right, saving this Saiga or Saiga. I don't know how to pronounce this, but it's okay. Of note completion. Passage one'da bitta narsa aniqki, qarang, 99% holatda bu yerda aytaylik, birinchi qaysi savol turi kelgan bo'lsa, o'sha savol turi birinchi mana bu yerda javoblar keladi-da, keyin qolgan yarmi ikkinchi yarim savol turlari keladi. Misol uchun bizda mana bu yerda note completion bor, to'g'rimi? 1 dan 7gacha note completion savollari bor. Demak, birinchi note completion savollari shu yerdan boshlanadi mana bu yerda. Может, mana bu yergacha bo'ladi, mana bu yergacha. Undan keyin bo'lishi mumkin bu tarafdan boshlab, keyin true false keyin bo'lib ketishi mumkin bu tarafdan. Shuning uchun lekin risk qilmagan holda true false keyin savolni o'qib birinchi topib olamiz qayerdan boshlanganligini mana bu yerda. Today, numbers of Saiga are distributed evenly across 4 nations in Central Asia. Markaziy Osiyoda ham o'sha 4 ta natsionalist mana bu yerda davlatlar orasida tarqalgan ekan mana. Qozog'iston, Rossiya, Mongoliya, O'zbekiston. O'zbekiston ham bor ekan mana bu yerda. Xo'p. Woman, mana. This country is said to be home to well over with Russia, Mongolia and Uzbekistan accounting for the rest. Endi mana bu yerda qiziq holat kelyapti. Juda ham qiziq holat kelyapti. Xo'p. Mana bu yerda endi true false keyin savoli endi birinchi mana bu yerda boshlanadi mana bu yerda. Right? Qayli. Juda ham qiziq. Juda ham qiziq. Juda ham qiziq. Chunki o'tgan safarga ikkala ko'rgan passajimizda ham o'sha birinchi true false keyin birinchi not completion kelgan paytda birinchi o'shalar savol javobi keldi, keyin true false keldi. Bu yerda katta ehtimol bilan true false keyin savollar boshdan ketyapti mana bu yerda, ma'lum o'rniga ko'ra. Shuning uchun nima qilamiz hozir? O'sha avvalgi videolarda ham o'sha 13 topishimga yordam bergan usullardan biri bu ikkala savol turini ham bir ko'rib ketamiz mana bu yerda. Ya'ni ikkala savol turidan ham birinchi savollarni o'qib olamanda, keyin paragraf o'qib ketiraman, birma-bir o'qib ketiraman. Paragraf o'qib olgandan keyin bir qarab qo'yaman savollarga. Hozirgi o'qigan paragrafimdan men misoliga javob chiqarmikin, yo'qmi deb. Shunaqa keyin tugatib ketiraman. Demak, yaxshi, zo'r. The Saiga deylik mana bu yerda adaptations moslashuv deb mana bu yerda has a large bulbous nose, qanaqadir katta burni bor ekan, with swollen nostrils. Swollen degani shishib chiqqan degani nostrils. Nostrils mana bu yerda ko'rishlar uchun endi rasm bor mana bu yerda. Sizga ko'rsataylik. Rasmni ko'rsatsam yaxshi tushunasiz. Mana shu nostrils mana bu yerda. Swollen, ya'ni shishib ketgan ekan, narsa o'sha burun narsa teshigi. Nostrils that nima qilar ekan ular? Keep something out. Nimanidir kirgizmas ekan qanaqadir, right? Keep something out. Yep, keep something out. Bo'ldi, demak, shu nose haqida men bilib turaman, esimda tursin shu nose degan narsa. Va mana bu yerda number of Saiga mana bu yerda, Saiga raqamlari shu Markaziy Osiyoda tarqalganligi haqida informatsiya berishim kerak edi. All right, let's start. Saving the Saiga. The Saiga, a species of antelope native to Central Asia, antelope ekan mana bu yerda. Wow, hayvon ekan-da bu. Central Asia once roamed the vast grasslands of this region in enormous herds, many millions strong. Herds degani mana bu yerda buqalar degani mana bu yerda. A herd is a large group of animals of one kind that live together. Buqalar degani mana bu yerda. Yo'q, buqalar emas.
Короче, mana buqalar ham yoki boshqa hayvonlar ham bitta gruppa bo'lib yashaydi, to'g'rimi? Bitta gruppa, oilaviy gruppa, misol bo'rilar shunga o'xshagan. Bular ham shunaqa massivniy qanaqadir katta oila bo'lib, misol uchun gruppa bo'lib yashagan ekan bu yerda. Bu Markaziy Osiyoda. Millionlab bo'lgan ekan bulardan. Regrettably, ammo deyapti, such spectacular sights are a thing of the past. Lekin bunaqa narsalar o'sha o'tmishda qolgan bunaqa o'sha tabiatlar. Today, the saiga is largely confined to a single country. Bugungi kunga kelib deyapti, bu saigalar faqatgina bir xil davlatda topilishi mumkin. Bu ham bo'lsa Qozog'istonda ekan bu yerda. This country is estimated to be home to well over 90% of the global saiga population. Qozog'iston deyapti, dunyo bo'ylab 90% shu saigani aholisini 90% shu Qozog'istonda yashar ekan. With Russia, Mongolia, Uzbekistan accounting for the rest. Ruslar, o'sha Rossiya, Mo'g'uliston va O'zbekiston qolgan 10% yashar ekan bu yerda. Yaxshi. Endi qarang, shu yerda 8-savol ko'p ketaylik-da. Today deyapti, bugungi kunga kelib deyapti. Bu yerda shunaqa deyapti, bugungi kunda. Numbers of saiga, ya'ni saiga raqamlari are distributed evenly deyapti. Evenly degani bir xillik degani mana bu yerda. Aytaylik, 4 ta davlatda bir xil. Bu degani birinchi davlatda 25%, ikkinchi davlatda 25%, uchinchi davlatda ham, to'rtinchi davlatda ham 25%dan, короче, aytaylik, butun dunyoda millionta saiga bo'lsa, Qozog'istonda 250 mingta, O'zbekistonda 250 mingta, Rossiyada 250 mingta, Mo'g'ulistonda 250 mingta deyapti. Bu yerda savolimizda. Lekin bu tarafda aytayaptiki, 90% Qozog'istonda o'zida ekan. Bu degani bir xil emas degan, to'g'rimi? Bir xil bo'lardi qachonki 25% dan bo'lganda. Lekin bu yerda 90% deyapti. Shuning uchun javobi albatta false bo'ladi bu yerda. True bo'la olmaydi, not given bo'la olmaydi. Not given bo'lishi uchun bu yerda bermaslik kerak. Lekin men aytayapman, distribute degani o'sha tarqalgan, o'sha joyda shunaqa bo'lingan degan ma'noda. Yo'q, bu yerda evenly, ya'ni bir xil emas bu yerda, to'g'rimi? 90% Qozog'istonning o'zida. Shuning uchun false bo'ladi mening javobim. Yaxshi, mana bu yerda nose haqida gap ketmadi, burun haqida gap ketmadi. Yaxshi. 9-savolni o'qib qo'yamiz. For most of the 20th century, 20-asr o'sha 20-asr davomida deyapman bu yerda, katta qismida the population of saigani o'sha populyatsiyasi, ya'ni aholisi were falling. Demak, saiga aholisi tushib ketayotgan ekan bu yerda, right? Falling. Ya'ni kamayib ketayotgan ekan aholisi. Yaxshi, qidiramiz aholisi degan joyni. The saiga is perfectly adapted to the tough conditions of the remote wilderness of the steppes of Central Asia. One such adaptation is its bizarre mana. Keldi endi mana bu yerda ko'rasizlar, mana bitta Firefox orqali ham buni qilib ketyapman. Mana endi birinchi savolimning javobi keldi mana bu yerda. Is bizarre bulbous nose which enables the animal to survive the extreme seasonal temperature swings of the region. Juda ham katta burni bor ekan, короче, va u yerda shu qanaqadir ekstremal qanaqadir temperaturalar ham, misol uchun ba'zida o'ta ham issiq, ba'zida o'ta ham sovuq bo'lib ketishi mumkin. O'shunaqa joylarda yashab qolish uchun yordam berar ekan bu burni, misol uchun. Endi bizga nostril kerak, nostril, burun teshigi. The swollen nostrils, ya'ni shu shishib chiqqan burunlar deyapti, teshigi deyapti, of the nose serve several purposes. Bu degani bir nechta maqsadi bor deyapman bu yerda. Ya'ni bir nechta buni o'sha vazifasi bor deb, maqsad vazifasi. They filter out dust and cool the blood. They filter out dust. Ular deyapti, dust, ya'ni changni filtrovka qilar ekan bu yerda. Bilasiz, filtr nimaligini, to'g'rimi? O'sha narsa so'rasizda kirlarini yoki changlarini olib tashlaydi va toza moddani qoldirib o'tkazib yuboradi bu yerda. Bu yerda shunaqa deyapti. Ularda shu burun teshigi deyapti, nafas olganda changni o'tkazmas ekan demak. Chang qolar ekan demak. Bu yerda aytyapti, keep something out. Nimanidir o'tkazmaydi deyapti. Keep something out degani o'tkazmaslik degani. Demak, nimani o'tkazmas ekan bu yerda? Keep dust out ekan demak. O'sha dust o'tkazmas ekan bu yerda. Filter out dust bu yerda. Filter out dust. Yaxshi. Endi ikkinchi savol aytyapman bu yerda. Lowers the temperature, temperaturani kamaytirar ekan. Bu yerda mana cool deyapti. Cool degani ham shu sovutish degan ma'noda. Of it's something in summer. Yozda nimasidir temperaturasi oshib ketar ekan, o'shani pasaytirar ekan. Of it's something, right? Nimani temperaturasi pasaytirar ekan bu yerda. And cools the blood mana bu yerda. Qonini o'sha qoni qaynab ketsa, uni demak sovutar ekan deyapti. During hot, dry summers and they warm the cold air before it enters the saiga's lungs in the winter. Yaxshi. Cool the blood mana bu yerda. Nimani demak ular pasaytirar ekan temperaturasini
uni bloodini, ya'ni qonini. Cool the blood. Lower the temperature of its blood in summer. Warm the air entering its lung in winter. Ya'ni winterda deyapti, naborot olayotgan nafasdagi havoni isitar ekan mana. Yaxshi, zo'r. E'tibor beringlar, mana bu yerda 9-savolimga 20-asr deyapti. 20-asr kelgan yo'q-da menda hali misol uchun. Most of this, demak men shu atrofda keladi menda 9-savolimga javob. Lekin hali bunga bor ozgina. Yaxshi. 3-savolni o'qib qo'yamiz. Grows a thick, qanaqadir qalin nimadir o'stirar ekan in winter. O'sha qishda qalin qanaqadir postmi, terimi qanaqadir, which it loses in spring. Bu narsani lekin bahorda yo'qotar ekan buni. Okay. Other seasonal adaptations include a heavy winter coat that the saiga sheds when the weather warms up. Shed degani to'kmoq degani, to'kib yuboradi deyapti. When the weather warms up. Ob-havo yaxshilaganda, ya'ni o'sha bahor kelganda, ob-havo ochilganda to'kib yuborar ekan, lekin uni oldin nima qilar ekan? Heavy winter coat degandan beri. Grows a thick coat. Coat degani o'sha biz tarjima qilishimiz mumkin, palto deyishimiz mumkin, yoki kurtka deyishimiz mumkin, misol uchun aytaylik. Bular ham endi kurtka qilmaydi-yu, aytaylik juni bo'lishiga bo'lishi mumkin, aytaylik coat bo'lishi mumkin, shunga o'xshagan narsa qilib yuborish mumkin. Something like this I'm saying, right? Okay. Yaxshi. 3-savolni bo'ldik. 4-savolni o'qiymiz mana. Reasons for population decline. Populyatsiyasi, ya'ni aholisini kamayib ketishiga sabablar bo'ladi endi. Poaching degani adashmasam ovlash bo'lishi kerak. Poaching ovlash bo'lishi kerak. Especially, ayniqsa for the something of male saiga. Erkaklarni nimasidirni shu poaching qilar ekan, ovlash nimalar bo'lishi kerak. Yaxshi, qidiramiz poaching deb. Despite these superb adaptations to harsh conditions, harsh degani o'sha shunaqa darajada yomon, shunaqa darajada qattiq konditsiya, o'sha nima bo'ladi, holatlarga qaramasdan, the saiga has no defense deyapti. Hech qanaqa bular aytyapti, misol uchun ob-havo issiq bo'lsa chidashi mumkin, ob-havo sovib ketsa chidashi mumkin, bular defend qilishi mumkin o'zini. Lekin bular o'zini himoya qila olmas ekan, nimaga qarshi? Against the threats posed by humans. Insonlar tarafidan olib borilgan, mana bu yerda threat degani tahdid degani, insonlar bularga hujum qiladigan bo'lsa, ular chiday olmas ekan narsaga, right? Ular qarshi tura olmas ekan. It was almost driven to extinction by hunters in the 19th century. 19-asrda o'sha ovchilar tarafidan o'sha yo'q qo'rilgan deyapti hammasi. Drive to extinction degani o'sha yo'q qo'rishgacha borish degani, nima bu yerda? But the legal protection ensured its survival for a while. Aytyaptiki, xo'p, legal nima yerda qonuniy o'sha protection, o'sha xavfsizlik deyapti, ularni yashab qolishini bir muncha muddatga kechiktiribdi deyapti. And numbers steadily recovered throughout most of the 20th century. Va 20-asrdan boshlab o'sha ularning raqami, ya'ni ularning o'sha saigalarning raqami sekin o'sishni boshladi. Ya'ni shu ko'payib, bola chaqali bo'lib, sekin o'sishni boshladi. Xo'p, endi mana 9-endi qaylar. 9-savolni o'qiymiz ham yerda. For most of the 20th century, aytyapti, 20-asrda ko'p davr davomida deyapti, saiga aholisi cho'kayotgandi, pasayotgandi deyapti. Bu yerda nima deyapti? Numbers steadily recovered. Recovered degani o'sha tushib ketyapti. Ko'rayotgan bo'lsangiz, 19-asr davomida ular ovladi-yu, ular ovlab turib, ular yeb, go'sht nimadir xohlagan narsani qilib kamayib ketayotgandan keyin, endi ular 20-asr davomida sekin u recover, ya'ni u tiklandi-da, sekin o'syapti endi raqami. Bu yerda esa tushyapti deyotganda, bu tarafdan o'syapti deyapti. Demak, bir-biriga qarama-qarshi contradict bo'lyapti. Mana bu yerda, demak, javobim nima bo'ladi? False bo'ladi 9ga. Chunki 9-savolda aholisi kamayapti deyapti, bu yerda esa 20-asr davomida naborot o'sdi deyapti mana bu yerda. Shuning uchun 9ga false bo'ldi. Okay? Mana ko'ryapsiz, o'sha men aytgan usulim. Bitta paragraf o'qish orqali men ikkala savolga ham javob topishim mumkin-da, bunga ham. Ikkala savol turiga ham. That's why. Yaxshi, keyingi savolni o'qib qo'yamiz. 10-savol. Efforts to protect rhinos in Africa. Afrikadagi rhinosni himoya qilish borasidagi o'sha nima bo'ladi? Urinishlar deyapti, mehnatlar.
had a significant effect on saiga populations. Saiga aholisida ham juda ham katta effekti bo'libdi. Ya'ni Afrikadagi o'sha rhinosni ular asraganligi uchun saiga aholisi ham demak aytaylik ko'payibdi, hatto yo'qolib ketmabdi, right? Agar true bo'lsa rostdan ham shu rhinos, right? Rhinosni himoya qilish ularga ta'sir qilgan bo'lsa, false bo'ladi, yo'q. Rhinos protect qilgan bilan ular o'sha aholisi yo'q bo'lib kamayib ketavergan bo'lsa, not keyin bo'ladi. Rhinos himoya qilish bularda aholisiga ta'siri bormi, yo'qmi? Biz bu haqida bilmasak, informatsiya yo'q bo'lsa bizda. Yaxshi, bu yerda 4-savolga qarab olamiz. Poaching haqida keladi, poaching bizda. Mana poaching endi keladi. Okay. But the respite was only temporary. Respite degani ashmasam xursandchilik edi. Xursandchilik bo'lishi kerak mana so'z. Respite. Respite is a short period of rest from something unpleasant. O'sha yerdan sizga yoqmaydigan narsadan ozgincha bo'lsa ham dam. O'sha xursandchilik desa ham bo'laveradi. Ammo juda ham kam bo'ldi bu narsa. In the 10 years, right? In the 10 years following the breakup of former Soviet Union in 1991, 1991-yilda o'sha Sovet ittifoqi tugallanib, shundan keyin 10 yil o'tgandan so'ng deyapti. Over 95% of the global population was lost. Butun dunyo bo'ylab o'sha saigani turlari yo'qolib ketdi, 95%. One of the fastest examples of species loss ever recorded for a mammal. Sut emizuvchi hech ko'rgan, sut emizuvchi hayotida ko'rgan eng katta va eng nima bo'ladi? Qanaqadir maxsus yo'qolish bo'libdi bu narsa. Ya'ni juda ham qaranglar, 10 yildan keyin o'sha 95% odam yo'qolib ketdi ham. 95% populyatsiyasi ham yerda. Endi nimaga deyapti? Nimaga yo'qolib ketgan ham yerda? Poaching mana. Erkaklarini nimasidirni ovlagan ekan ham yerda. The dramatic decline during this decade was due to illegal poaching on an industrial scale. Poaching killer. Male saiga are a particular target because their horns are highly prized by traditional medicine practitioners. Erkak saigalar juda ham ov uchun juda ham target bo'lgan ekanda. Ya'ni shu bo'ldi, bugun saiga olasak ham erkaklarni olaymiz debdi. Nimaga? Chunki ularni horn degani o'sha mana bundan yoki buni tepasidan chiqib turadigan o'sha shoxlar deymizmi yoki mana ya'ni horn mana bu yerda rasmi bor, sizga ko'rsataman mana bu yerda. Rasm bilan ko'rsak tushunarli bo'ladi ko'pincha. Horn ba'zan mana shoxi mana bu yerda, ba'zan burundan chiqib turadi misol uchun aytaylik mana. Shular horn mana misol uchun. Shularni horn deyapti are highly prized. Juda ham katta mukofotga sababchi bo'lgan ekan mana bu yerda. Traditsion mana bu yerda meditsina bilan shug'ullanadigan insonlar tomonidan. Chunki shuning uchun 4-savolga especially for the mana bu yerda horns bo'lar ekan. For the horns of male saiga. Expansion of farms and settlements, ferma va o'sha uy-joylar ko'payib mana bu yerda kengayibdi va bu nimaga ta'sir qildi? Reduction in the size of saigas. Saigalarning size, o'sha saiganing nimasidir obyomi kamayib ketdi, nimasidir obyomi. Nimasidir o'sha aytaylik, size degani o'sha obyon deymiz, ruschasi, o'zbekchasi o'zini kelmayapti. Endi o'lchamsak noto'g'ri bo'ladi-yu. No da, misol aytaylik saigani, aytaylik bollarini obyomi kamayib ketgandir balki, yoki ular urug'i misol uchun nimasidir, right? Reduction, saiga something deymiz. Okay. Yaxshi, zo'r. Poaching reached epidemic levels after misguided conservationists tried to relieve the pressure on certain African rhinos. Qaranglar, endi mana bu yerda African rhinos ko'ryapsizlar? Sразу mana bu gapning o'rtasida African rhinos ham kelyapti va bu true false olib kelinmaydi mana bu yerda. Right? Shuning uchun e'tiborli bo'lamiz. Ham uni ham 5-savolga ham 10-savolga javob topamiz, o'zi. Bitta o'qib bilan ikkita qo'yamiz. Poaching reached epidemic levels after misguided conservationists tried to relieve the pressure degani shu bosimni kamaytirish degani. On threatened African rhinos by actively encouraging the use of saiga horns in traditional medicine as an alternative to those of rhinos. Aytibdiki, nima deyapti? O'sha traditsion, ya'ni o'sha an'anaviy meditsinada rhinosni shoxini emas, saigalarning shoxlarini ishlating deb turib, o'sha
konservatsionistlar ham bu yerda, misol uchun. Yoki shunga o'xshash mana bu yerda aktivistlar chiqib turib, yo'q, короче, rhinos emas. Rhinos buncha hayvon bo'lish kerak ham bu yerda. Buni ham rasmini ko'raylik-da. Rasmini ko'raylik rhinosni. Mana rhinos shu. Vo mana. Короче, mana shu hayvonni mana bu shoxini o'rniga, mana bu shoxni o'rniga sayga. Mana bu sayga ekan, mana bu sayga ekan, qarang. Короче, mana bu hayvonni shoxini o'rniga mana bu hayvonni shoxini ishlataylik degan ekanda, konservatsionistlar ham bu yerda. Shuning uchun mana bu rhinoslar o'zi threatened degani shu xavf ostida, ya'ni mana bu yo'qolib borayotgan ekan o'zi. Bular yo'qolib ketishini oldini olish uchun keling, bularning shoxini emas, mana bularning shoxini olaylik degan ekan. Va shuning uchun deyapti mana bu yerda. Shuning uchun deyapti male sayga, ya'ni shuning uchun mana bular deyapti mana bu saygani mana bu erkaklari deyapti wiped out deyapti. Almost wiped out. O'sha полностью yo'qib ketgan ekan bular. Hamma o'lib tashlagan ekan buni o'ldirib. Leading to a population crash from which the species has been struggling to recover ever since. Va o'shandan beri deyapti qaytadan boshlab o'sha turlari, misol uchun o'sha qayta tiklash, aholisini qayta tiklash uchundan bir qiynalyapti ekan mana bu. Endi bu yerda 10-savolda efforts to protect rhinos Afrikadagi rhinoslarni himoya qilishga harakatlar deyapti. Sayga aholisida juda ham katta ta'sir bo'lgan deyapti. Rostdan ham true bo'ladi bu javob. Rostdan ham Afrikadagi rhinos, ya'ni mana bu Afrikadagi mana bu hayvon turini himoya qilish uchun yo'q, buni shoxidan emas, buni tumshuq o'sha bilmayapman xolos o'zbekchasini. Buni haligisidan emasda, mana bu sayganikidan qiling deyapti. O'sha meditsina deyapti. Shuning uchun sayga mana bular qirilib ketgan ekan mana bu erkaklari. Bu yerda rostdan ham katta ta'sir bo'lgan deyapti. Buni javobim true bo'ladi bunga. Xo'p. Reduction in the size of saigas. Expansion of farmers and settlements. Reduction bo'lgan ekan. Okay. Yaxshi. Menimcha 5-savol javob kelmadi. Size of saigas. Size mana size. This proposition reduction in the size of the saigas. Mana endi kelyapti o'zim yerda. Agricultural expansion. Bo'ldi, mana endi keldi mana 5-savolga javob endi kelyapti mana yerda. Right? Endi keldi. Faqat 11-savolni ham o'qib qo'yay birdaniga. Unpredictable fluctuations in climate are threatening to the wildlife of Central Asia more than in other parts of the world. Aytayaptiki, deyapti, O'rta Osiyoda o'sha ob-havodagi deyapti, climate. Ob-havodagi o'sha nimasi bo'ladi? Predict degani kelajakda bashorat qilish degani. Ob-havodagi bashorat qilib bo'lmaydigan qanaqadir fluctuation degani bir ko'tarilib ketadi ob-havo, o'sha bir o'ta ham sovuq ketadi, bir juda ham muzdek sovuq 0 gradusdan minus bo'lib ketadi mana bu yerda. Shunaqa ob-havodagi o'zgarishlar deyapti. O'rta Osiyoni hayvonot dunyosini deyapti. Boshqa har qanaqa dunyoni boshqa har qanaqa qismlariga ko'ra ko'proq threaten, ya'ni o'sha xavf ostiga solyapti mana bu yerda deyapti. Ya'ni O'rta Osiyodan boshqa hech qanaqa joyda shu ob-havo tufayli qanaqadir nimalarlar yo'qolib ketayotganligi, qanaqadir hayvonlar yo'qolib ketishi bo'lmayapti ekan bu yerda. Ko'ramiz buni. Hozir buni ko'ramiz. Menimcha bu narsa noto'g'ri bo'lsa kerak, katta ehtimol bilan. Right. Another threat to the survival of the saiga is loss of habitat as a result of agricultural expansion and human settlement. Settlement kelyapti bu yerda, causing reduction in size of saigas. Physical barriers such as railways, pipelines, and fences can block the seasonal migration routes. Endi migration deyapti, lekin migration ortida kelyapti. Demak, javobim mana bu yerda kelgan ekan bu yerda. Shu yerda kelgan javobim. Loss of size reduction in the size of. Another threat to survival of the saiga is loss of habitat. Habitat. Uni o'sha
habitat degani o'sha saygani sulolasi deymizmi endi mana buni? Is reduction in the size loss yo'qotish endi. Reduction in the size of saiga's habitat deylik mana yerda habitat. Reduction in the size of the saiga's habitat. Loss of access. Access yana o'sha o'tish degani o'sha kirib olish degani mana yerda. To the nimagadir kirish yo'qolishda mana yerda. Which is useful migratsiya uchun, ya'ni boshqa davlatlarga, boshqa qit'alarga ko'chib ketish uchun ular ishlatadigan nimadir yo'li yo'qolib ketdi mana yerda. One word ekan only. Physical barriers such as railways, pipelines, and fences can block the seasonal migration routes of these transboundary species. In the worst cases, eng yomon holatda deyapti, bu podalar deyapti may starve to death after being trapped. Ya'ni ular ob-havo isib ketganda yoki ovqat qolmagan paytda o'zi bemalol xohlab turib boshqa davlatlarga ko'chib keta olmas ekanda. Qanaqadir to'siqlar bor ekan. Fizikskiy mana yerda o'sha temir yo'llar, misol uchun pipelinelar mana yerda, misol uchun fences yana o'sha devorlar, misol uchun mana. Xo'p. Loss of access to the which is for migration. Physical barriers such as railways, pipelines, and fences can block the seasonal migrational routes. Mana yerda routes bo'lishi kerak javobim. Migration routes. Loss of access to the routes which they use for migration. Migratsiya uchun ishlatiladigan route degani qarang. Route degani yo'l degani mana yerda. Yo'l qanaqadir. Yo'l. Mana yo'l degani mana route. Ular migration uchun, migratsiya uchun ishlatiladigan yo'llar yo'qolganligi deb mana. Yep. Right? Okay. Yaxshi. Zo'r. Bitta 7 qoldi bizda. Various forms of disease leading to mass mortality events. Juda ham ular disease, ya'ni kasallik juda ham ko'payib ketgan ekan bu yerda. Mortality events. Climate change ham sabab bo'lgan ekan yo'qolib ketishiga. Causing the disappearance of nimadir polnis yo'qolib ketishiga sabab bo'libdi. Which the saiga relied on. Saigalar, mana bu hayvonlar, bechoralar ishongan narsasi bor ekan, o'sha tayangan narsasi bor ekan, ovqat bo'lishi mumkin, nimadir bo'lishi mumkin. O'sha yo'qolib ketib qolgan, disappear polностью. Right. O'qiymiz. Then there is the risk of disease. In 2015, an outbreak of Haemophilus septicemia caused by the normal harmless bacterium multi killed over 75% of the global adult saiga population in just 3 weeks. Uch haftada 75% o'ldiryapti bu yerda. In 2017, 60% of the Mongolian saiga population, Mo'g'ulistondagi 60%, nowhere else in the world, boshqa joyda topilmaydigan qanaqadir species was killed by a virus that spilled over from livestock. O'sha hayvonlardan to'kilgan mana yerda virusdan o'lib ketgan ekan mana yerda. O'lib ketgan ekan. How? Qanisa? Right. These so-called mass mortality events represent an unpredictable and serious threat to the species. Ular shu species, ya'ni shu aholiga juda ham threat qo'yar ekan mana yerda. Yep. Climate change kerak mana yerda. Climate change poses a further threat. Juda ham qanaqadir yana ham o'rganishga tepgan turib bular ham qanaqadir yomon narsa bo'lar ekan yerda. Although well adapted to cold winters and hot summers, shunaqa joylarga adaptatsiya qila olgan bo'lsa ham deyapman bu yerda. Saiga struggle to cope with temperature extremes and unpredictable fluctuations in climate. Climate'da unpredictable fluctuations. Yaxshi. Mana unpredictable fluctuations kelyapti mana bu yerda. 11-savolimga javobim bo'lishi mumkin. Experts believe that unusually warm weather may have triggered the 2015 mass mortality event. The steppe region has also become increasingly arid in recent years, and many of the small streams that the species normally depended on degani shu so'zimiz bizga relied onga to'g'ri keladi mana bu yerda. Xo'p, 7-savolimga mana. Which saiga rely on degani o'shanga ishongan degani-da, o'shanga ishongan. Depend on degani o'shanga tayangan degani. On have dried up and vanished. Ular tayangan
o'sha narsa dried up, ya'ni qurib qolibdi va yo'qolib ketibdi. Nima qurib qolibdi? Many of the smaller stream degani o'sha kichik oqimlar bo'ladi, to'g'rimi? Oqimlar. O'sha daryo oqim bo'ladi, kichkina ham misol uchun aytaylik. Zakanniki ham yerda. Demak, it's causing the disappearance of streams bo'lar ekan bu yerda. Climate change causing the disappearance of streams which the Saiga relied on, right? Which the Saiga relied on. Hop, ekran share ekan, ko'rinyaptimi ekan? O'zbekcha dars yozganimda ekranim ko'rmay qo'ygan ekanda. I guess it's not working. Yep. Yaxshi, disappearance of streams which the Saiga relied on. Bo'ldi, demak shu yerga kelganda, demak mana tugadi mana bu yerda. Not completion. Yaxshi. Xo'p, 11-savolga qarang. O'rta Osiyodagi wildlife qolgan dunyoning barcha boshqa qismidan ko'ra ko'proq mana strategiya qilyapti deyapman bu yerda. Lekin bu not keyin bo'ladi, chunki bizda dunyoning boshqa qismlari haqida gap yo'q, misol uchun aytaylik. Afrika haqida ma'lumot yo'q bizda yoki boshqa joy haqida ma'lumot yo'q. Просто даже Central Asia degan joy ham yo'q mana bu yerda. Shuning uchun not keyin. 12 qoldi demak bizda. The Altyn Dala Conservation Initiative, Altyn Dala asrab qolish initsiyativi mana bu yerda was formed for the benefit of a number of different animals. Bir necha xil turli xil hayvonlarning foydasiga qilingan ekan mana bu o'sha tashabbus. Recent efforts to save Saiga has been referred by the Telefon Initiative, a project led by Association of the Conservation of Birds in Kazakhstan, working in partnership with the Kazakh Government Committee for Forestry and Wildlife, Frankfurt Fauna, and International Conservation Charity. Its purpose, mana uni maqsadi deyapti, is to protect and restore Kazakhstan's steppe, semi-desert and desert ecosystems and the many species they support, including the critically endangered saiga, for the benefit of a number of different animals. Yes, many species many species that different animals in 2022, the United Nations recognized the initiative as a world restoration flagship project and accolade reserved for the 10 best examples of large-scale ecosystem restoration around the globe. Oxirgi savol. The Altyn Dala Conservation Initiative's recognition as a world restoration flagship project attracted additional international funding for the scheme. Ya'ni dunyo bo'ylab o'sha qanaqadir zo'r proyekt deb topilgandan keyin ham Altyn Dala proyekti o'sha qo'shimchasiga boshqa davlatlardan ham ularga pul berib o'sha support qilgani podдержка pul qilib berib turishdi bu yerga. So how many sites are there? Also push In Kazakhstan, access the old song is looking and also managed but the direction. Yo'q. Bu yerda qanaqadir finansiy qanaqadir foyda yo'q bu yerda. Not keyin qilayman bu yerda. Turib qo'yapman nimaga? Not keyin bo'ladi. Bo'ldi mana, demak tugadi. Unisi yechib bo'ldik. Endi buni javoblarini tekshiramiz endi xudo xolisa. Demak, dust, blood, coat, horns, habitat, roots, streams. False, true, not given, true, not given. Давайте buni tekshiramiz javoblarini. Okay. Yaxshi. Alright. Mana javoblarni tekshiramiz. Aha, mana 13 ta chiqdi. Xudoga shukr. Alright. Xo'p, buni screenshot qilib qo'yaman. Xullas, shunaqa gaplar, guys. Agar reading ishlamoqchi bo'lsangiz, siz ham shu texnikani qilsangiz bo'ladi. Ya'ni hozir ko'rganingizdek, birinchi o'zi asli readingda shunaqa o'zi. Passage 1 shunaqa 90-99% holatlarda o'sha note completion kelsa, true false keyin kiradigan bo'lsa, rostdan ham o'sha passage yarmigacha note completion, keyingi yarmi true false bo'lib ketadi. Lekin shunaqa holatlar bo'lishi mumkin. Buni misol uchun bitta paragrafda o'zida ham true false not given, ham note completion ham kelishi mumkin javoblar. Shuning uchun hozir men o'qigandaqa strategiya qilib turib, o'sha bitta paragrafda o'qiymizda, keyin sразу savollarga qarab olamiz. Qaysi savolimga men javob oldim? Shunga o'xshagan. Ko'p ishlab ketarkanman bu yerda. Video yoqqan bo'lsa, video foydali bo'lgan bo'lsa, videolar shu videoga like bosib qo'ying va kommentariyada avval buni ishlagan bo'lsangiz, qancha chiqqanini va aynan nimalar sizga foydali bo'lganini yozib ketsangiz juda ham xursand bo'lardim.
Bo'lmasam hammaga katta rahmat. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.